Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtboshlarimiz sog' va salomat bo'lsin. Osmon yig'lasa yig'lasin, sen yig'lamagin. O'rganman ona mehrini, siz onamga o'xshab keling. Namangan viloyati adliya boshqarmasi boshlig'i Ahmedov Dilmurod Tohirjonovich hamda boshqarma faxriysi ustoz Inoyatov Elyorning To'xtamur ajdahodagi bitta guldir asqarsagina bo'lsa. Hamma jamoamiz a'zolarini, tahlillarimizni, ustozlarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Ishlaringga omad, unum bo'lsin, oilalaringda doim baraka bo'lsin, o'stirayotgan farzandlarning rohatini ko'rib yurish har bir kishiga nasib bo'lsin. Keyingi qatorida xato bo'lmasdan yetkazsin. Sog'lik salomatlik. Qarsayam bo'lsin, qarsayam.